Bir gap aytaymi, hozir kelib o'lchab ko'rsangiz, temperaturam 38-40 bo'lsa kerak, lekin xalq uchun, sizlar uchun harakat qilyapman. Mazdan bo'lmasa ham arzon mashinalar o'zim topib, savdolashib, narxini yakson qilib tashlab, pastga tushirib men obzor olyapman. Shu uchun bitta ekranga like bosib qo'ying va do'stingizga, Cobalt qilib yurgan do'stingizga shu videoni tashlab qo'ying. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat korobka, rangi Datmon Blue, gerb labovoy, tonirovkaga ruxsati bu. Yaxshi balon qo'yilgan. Holati yomon emas do'stim. Ancha pay savdo qildim. Sovuq. Yana mazza yo'q. Mazza qilmaysizmi? Kim uchun? Aynan sizlar uchun. Men obunachilarimni yaxshi ko'raman. Hurmatlaringiz men uchun million. Salon holatini xalq mazza qilsin. Tesla monitor, chxol, polik. Hamma narsalar qilingan. Bosib o'tgan masofasi ham 55 ming. O'shuncha yomon emas ekan, egasi lekin rosa anaqa ekanda, nima deydi? Tushunmaydi gapga. Aka ketmaydi desam, 11 ming deb oyog'ini shuni kirib olganda yerga. Ketadi dedi. Ha, men bilaman-ku, bozorda yuribman-ku. Nima uchun? Kim uchun? Sizlar uchun savdo qilyapman. Buning narxini 11 mingdan pastga ancha tushirdim. Ekranga like bosing. Orqasini ham xalq mazza qilsin. Moshincha yomon emas. Egasidan so'ram. Aka dedim, xarajati bormi dedim. Korobka, motor bironta joyda xarajati bormi dedim. Yo'q dedim. Mashinaga 100% javob beraman dedi. Olib borib, yuboy joyga olib borib ko'rsatsangiz bo'ladi dedi. Nima deyishni ham bilmadim. Keyin axir mazam yo'qligini bahona qildim. Aka mazam yo'q dedim, kelishtirib bering dedim. Yarim. Bagaj shumka bo'lgan. Bagajim shumka bo'lgan ekan. Cho'ta tegili qo'lim sezdi-da. Keyin mazam yo'qligini bahona qilib narxini yakson qildim. Keyin belli dedi. Seni ko'ryapman, harakat qilyapsan xalq uchun dedi. Belli qo'y dedi. Ketsin dedi. Xo'p dedim, mana obunachilarim ham like bosadi, padeshka qiladi dedim. Zo'rib ketamiz nasib bo'lsa dedim. Tang. Voy yaramas. Mana, propan gazi ham bor ekan. Bo'yi tabloda qaradim. Yarim bak benzini turibdi mashinada. Holati yomon emas. Sostoyaniysi zo'r, laminatsiyalar qilingan. Moshincha zo'r. Kraskasi arqa krilo bilan bagajda yonida ozgina petnochasi bor ekan, yana ko'rib tekshirtirib olasiz. Mashina udar yemagan dedilar. Allohu alam yag'ini, Alloh biladi, egasi biladi. Narxini $10,500 qilib qo'ydik, yana savdosi bor. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hozirroq egalariga telefon qilib, do'stim, bosing. Zo'r narx. Sog' bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik.